Gijja tushirishda, kattalarda gijja tushirishda biz o'tgan safargi videoda sumbul giyohini tavsiya etgan edik. Sumbul giyohi gijja tushiradi. Haqiqatan ham o'sha 17 yoshdan katta bo'lgan erkak va ayollarda bo'ladigan har xil turdagi gijjalarni tushiradi. Ammo sumbulning shunday yana ajoyib bir xususiyatlari borki, u quyidagi kasalliklarda ham davo bo'ladi. O'pka kasalliklarida, bronxitlarda, yurak kasalliklarida, yurakning zaifligida, miokardlarda, stenokardiya kasalliklarida, bundan tashqari jigar yog' bosishida, gepatozda, o't tosh kasalliklarida qonni o'ta quyuqlashib qolgan bo'lsa ham iste'mol qilinsa qonni suyultiradi. Bundan tashqari davleniyaning balandligida, gijjalarni tushirishda buni aytib o'tdik. Buyrak kasalliklarida, prostata shamollashida, virusli va infeksion kasalliklarda, ayniqsa o'sha gepatit viruslarida juda ham yaxshi foyda ko'rsatadi. Endi shunday sizda savol tug'iladiki, bitta sumbul giyohi qanday qilib shuncha kasalliklarga davo bo'ladi deb e'tirozlar albatta bo'ladi, juda ham ko'p bo'ladi. Biz mana bu chiziqni bekorga chizib qo'ymadim. Bu chiziqni bekorga chizmadim. Aslida sumbul giyohini va boshqa giyohlarning ham asosan bir xil, ikki xil, nari borsa 3 xil xususiyati bo'ladi. Bu sumbul giyohida bo'ladigan xususiyat ikkitagina bo'lib, ularning bittasi qon suyultiruvchi, ikkinchisi o'zining achchiq ta'mi. Endi mana shu qon suyultiruvchi xususiyati bilan sumbul o'pka kasalliklarida, yurak kasalliklarida, jigar yog' bosishida, o't tosh kasalligida, qon suyultirishda, davleniyada, buyrak hamda prostata bezi shamollashlarida davo bo'ladi. Qon suyultiruvchi xususiyati bilan shunday xususiyatga ega. Mana shularning hamma mana shu yozilgan kasalliklarning barchasi bittagina qon suyultiruvchi xususiyat bilan bartaraf bo'ladi, davo topadi. Endi gijja va virusli infeksion bakterial kasalliklar yoki zamburug'lar, griboklar, mana shu kasalliklar ikkinchi xususiyati bilan, ya'ni achchiq ta'mi bilan yo'q bo'ladi. Mana shuni esdan chiqarmang. Juda ko'p xil giyohlar juda ko'p kasalliklarga davo bo'lmaydi. Aslida ularning xususiyati bitta ikkita bo'ladi, lekin o'sha bitta ikkita xususiyati bilan o'shanga taalluqli bo'lgan barcha kasalliklarni davolab ketadi. Agar biz sizga sumbul giyohi bor, qonni suyultiruvchi va o'zining achchiq ta'miga ega deb shunchaki aytib qo'ysak, siz juda ko'p kasalliklarni davolash mumkin ekanligini bilmasligingiz mumkin. Mana shunday savollar bo'lsa marhamat.